Metroni yonidan uy qidirayotganlarga juda ham yaxshi variantimizga kelganmiz. Yunusobod tumani 14-kvartalda. Orientir sizlarga sразу tushuntirib o'taman. Ko'pchilik mana Arbatni biladi. Arbatdan mana 200 metr tushganingizda Turkiston metro bekati joylashgan bo'ladi. Umumiy maydoni 58 kvadratdan iborat, 2 xona, 3 xona qilingan, moskovskiy planirovka, ya'ni balkoni 2 ga 6 bo'ladi. Polnoценный 3 xona qilingan xonadonimizga chiqqan. Yangi remontdan keyin chiqib yashagan, qisman mebel texnikalari ham bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxi 84.900 qo'yilgan o'rtoqlar. Shunaqa lokatsiyadan uy qidirayotgan tanishlarga albatta bu videoni jo'natib qo'yinglar va Telegram kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki Telegram kanalimizda uylar juda ham tez sotilib ketyapti. Endi videomizga like bosib tursanglar, uyimizni to'liq obzor bilan tanishib chiqamiz. Qani ketdi. Главный вход kirish eshigimizda kirishimiz bilan chap qo'limizda mana kattagina oyna qo'yilgan, yonib o'chadigan, tepada yuvelerni qilib elektrikalar yig'ilgan, o'zini mana domofonlari ham bor, sifatli eshiklar qo'yilgan. Kirishimiz bilan chap qo'limizda kattagina radiatorskiy spalnimiz mana, spalnimizni ham ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli remont qilingan. Bu yoqda mana garderobniy shkafimiz, sanuzelimiz, разделный, hojatxona, o'zini chiroyli shkaflari ham bor ekan. Bu yoqda hammomimiz mana, hammomimiz ham juda ham chiroyli remont qilingan. Xo'p, bu yoqda mana ikkinchi spalnimiz mana, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda oshxonani joy bo'lgan, oshxonani balkonga ko'chirishgan. Bu xonadonimizda разделный hamma xonalar. Bu yoqda zalxonamiz mana ko'rishingiz mumkin. Zalxonamiz ham juda ham chiroyli, sifatli remont qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tomonda mana kupe eshiklar qo'yilgan, balkonli zonamizga chiqaverish. Kuxnyamizda balkonga ko'chgan hisobiga mana 2 ga 6, 2 xonamiz 3 xona bo'lgan mana. Kuxnyamizda kerakli bo'lgan barcha aksessuarlari bor, xolodilnikga joylar tashlab ketilgan. Shunaqa metroga yaqin joylardan 2 xona 3 xona qilingan xonadon qidirib yurgan tanishlarga albatta bu videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosib esingizdan chiqmasin. Uy-chuv, sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.